siz ham mana shunday yemlaringizni qo'lda yoki mana bunday kuraklarda aralashtirib zerikdingizmi? Sizga mana shunday yemlarni juda chiroyli qilib aralashtirib beradigan bizning Altemir zavodimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan yem aralashtirgan mishalkalarimizni mana shunday o'tlarda qo'lda aralashtirmaysiz. Bitta mana shu apparatni olib qo'ysangiz, xudo xolasa, juda ishingiz tez va sifatli bitadi. Ichiga drobilkadan chiqarilgan mana bunday makkalarda va somonlarni hammasini bitta solib qo'yasiz. Chiroyli bitta solib turib, keyin 220 volt tokka olasizz. Bitta knopka orqali mana shu bitta yurgizlar, xudo xolasa, mana shu ichidagi chiroyli yemlarni sizga chiroyli qilib va sifatli qilib 10-15 minut oralig'ida zo'r qilib aralashtirib beradi. Bizda bunday yem mishalkalarimizni xohlasangiz siz uchun xonadon sharoitiga yoki mini firmaga mo'ljallangan kichkina variantni, xohlasangiz mana bunday katta variantdan bizning Altemir zavodimizda ishlab chiqarilmoqda. Xohlasangiz 220 voltga, xohlasangiz 380 voltga ishlaydiganlardan bor. Agar siz xohlasangiz balonli variantda, xohlasangiz hop mana bunday katta balonli variantda va balonsiz variantda ham tayyorlab berish imkoniyatiga egamiz. Hop bu apparatlarimiz yem aralashtirgan mishalkalarimiz 220 voltga ishlaydi. Aynan hozir mana shu. Hop og'ir yemlar uchun 300-350 kilo sig'imga ega. Radiatorlari yangi, motorlari yangi, remezashtalari bilan jihozlangan va o'zida voltmetri 4 voltni ko'rsatib turadigan va mana bunday avtomatlar bilan jihozlangan. Ichida mana shunaqa to'la yem bilan mabodo svet o'chib qoldi yoki ichi zarar bo'lib turib ketib qoldingiz. Xudo xolasa ichida to'la yem bilan qolgan holatda bo'lsa ham bitta avtomatni ko'tarasiz, mana bunday sizga juda chiroyli aralashtirib beradi. Yoki sizda ikkita mol qo'yib qo'ygansiz, mollarning oxirini orasida joy bor. Albatta buni hop u yoqdan bu yoqqa yetalab yurib, molning oxirini tepasida bemalol berishingiz mumkin bo'ladi. Balonlari ham bor, balonlar qo'yilgan. Endi 10 minut, 15 minut oraliqda bitta aralash, mana shu chiroyli aralashgandan keyin mana bu joyda o'zini to'kadigan joyi bor. Shuni bitta ochiladi, mana. Ochilgandan keyin aralashgan yemlarda mana shu holatda bu yem aralashgan mishalkamiz to'kib beradi. To'kishni ko'ryapsizlar. Juda chiroyli qilib aralashtirib bo'ldi mana hozir videomizda 5 minut 10 minut ishladi. Xudo xolasa juda chiroyli bo'lib aralashgan. Hop ichidagi o'tlarni o'zi mana bunday qilib bu tomonga itarib chiqarib beradi. Xohlasangiz mana mollar tepasiga olib borib mana shunaqa qilib ichidan to'kish imkoniyatiga ega. 220 voltga ishlaydi. Balonlari bor, radiatorlari yangi, motorlari yangi. Bu 220 voltli universal yem aralashtirgan mishalkamiz. Xohlasangiz silyos bilan somonni aralashtirib beradi. Xohlasangiz somonni o'zini tezda teritib qilib beradi. Xohlasangiz donlarni, bug'doylarni hammasini aralashtirib qo'ylarga yem tayyorlab berish imkoniyatiga ega bu mishalkamiz. Buni qarang aka aralashtirganini. Mana hozir. Adashmasam 5 minut plus minut ishladi. Makkalari, betidagi makkalari hammasi suvlar quyganmiz. Xudo xolasa juda chiroyli qilib, birday qilib va mayin qilib aralashtiradi. Bu qo'lga umuman sanchilmaydi. Xudo xolasa mayinligi ham juda zo'r. Hop ichidagi yemlarda hammasini ezib o'rgan. Mayin qilib o'rgan. Xudo xolasa. Bu hop universal o'sha yem aralashtirgan mishalkamiz. Narxi, balonli narxi 6 million 8 ming so'm, balonsiz narxi 6,5 million so'm bo'lyapti. O'zimizning Altemir zavodimizdagi narxi. Endi dastlabki qilsak, dastlabki xizmati masofaga qarab kelishgan holatda qo'shiladi. Endi bu mishalkamizning kichkina varianti. Endi mana bunday katta variantdan, gigantidan 900 kilo, ya'ni 901 tonnagacha oladi og'ir yemlar uchun. Hop, silyos, somonlar bo'lsa, unda kilosi ozgina kamayadi. Endi og'ir yemlarda sinaganmiz, shunaqa sig'imga ega. Bunimizda ham hop mana bunday radiatorlar bilan jihozlangan, yangi radiator bo'ladi, zanjir orqali o'tkazilgan. Hop, motorlari rossiyskiy mis motor bo'ladi va 380 volt tokka ishlaydi. Mana bunday o'zida 3 faza avtomatlarigacha qo'yilgan. Mana shu avtomat bitta ko'taramiz, mishalkamiz ishga tushadi, xudo xolasa. Aralashlarni ham ko'ryapsizlar, juda chiroyli va zo'r sifatli aralashadi. Aralashlari hamma yo'g'i zo'r. Bu katta bo'lishiga qaramasdan, buni ham balonchalari bor. U yoqdan bu yoqqa yetalab yursa bo'laveradi. Xudo xolasa aralash bo'lgandan keyin mana shu ichidagi yemlarda mana shu joydan bitta ochadigan joy bor. Bu kattada ham xudo xolasa bitta ochiladi mana. Aralashgan yemlarni o'zi chiroylab itarib, mana bu tarafga chiqarib, to'kib beradi. Endi bu yem aralashgan mishalkamiz kichkinasi ham va kattasi ham, bu ham ikkala chekkasidan yemlarni yig'ishtirib kelib mana shunday toshib bir-biri qaynaveradi. Ikkalasini yig'ishtirib keladi va yoniga yana cho'radi.
va aralashib bo'lgandan keyin mana shunaqa qilib chiroyli o'zi itarib chiqarib beradi. Bunda ham mana qarang aka, aralashgan yemlarni вообще zo'r, makkasi, bug'doyi hammasi zo'r bo'lib aralashgan. Ko'ryapsiz? Tezda o'zi mana sekin-sekin itarib chiqaryapti. Bunimiz ham ichida to'la yem bilan yana bitta yurgizib olsak, yana ishlab ketaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa, bu yem aralashgan mishalkalarimizni aynan shu kattasi 901 tonnaligi narxi 15,5 million so'm. Bu ikkalasining orasida 700 kiloli bor, 600-700 kiloli. Uni narxi 13,5 million so'm bo'ladi. Hammasi balonli variantda bo'ladi. Xudo xolasa, agar sizga balonsiz variant ham kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz, tayyorlab berish imkoniyatiga egamiz. Endi bularimiz katta-katta firmalarga, o'sha chorvasi ko'p akalarimizga, bularimiz kichkinasi o'sha mini firmalar uchun yoki xonadon sharoitiga, uy sharoitiga foydalanish uchun. Xudo xolasa, bizda yem aralashgan mishalkalarimizdan bor, katta va kichkina variantda. Undan tashqari universal drabikalarimiz, atala qozonlarimiz hammasidan bor. Bu universal drabikalarimizni 1,8 million so'mdan tortib, 3,5 million so'mgacha 220 voltga ishlaydigan universal drabikalarimiz bor. 1,8 million so'm, 2,3 million so'm, 2,6 million so'm, 3 million so'm, 3,3 million so'm, 3,5 million so'm. Xudo xolasa, bizning Altemir zavodimizda xonadon sharoitiga eng yaxshi va nomerali universal drabikalarimiz xudo xolasa ishlab chiqarilmoqda. Bularimiz hamma aytgan narxlarimiz o'zimiz Shetdagi Altemir zavodimizdagi narxi. Dastavka qilib bersak, masofaga qarab dastavka xizmati ozgincha qo'shiladi. Xudo xolasa, bu universal drabikalarimizdan mana Shopir akamizga yuklaganmiz. Juda chiroyli, xudo xolasa o'z egalariga yetkazib berilmoqda. Mana bu joyda rezina matlarimiz va undan tashqari bu joyda universal drabikalarimiz toshkentlik mijozlarimizga ketyapti. Undan tashqari mana atala qozonlarimiz 500 litrlikdan xudo xolasa o'z egalariga ketyapti. Bizda bu tarafda mana universal drabikalarimiz va undan tashqari qolgan mahsulotlarimiz cheklanmagan miqdorda bor. Xudo xolasa bemalol Altemirga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishingizni chiroyli qilib va sifatli qilib tez kunlarda bitkazib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoda qolib ketgan kamchiliklar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda to'lig'icha ma'lumot berib ketamiz. Rahmat.